Mana hozir o'sha Demir degan magazinga kirib, hozir ayollarimiz ko'plari hozir xarid qilishyapti. Mana bu yerda to'planishib, mana bu yerda mana hozir hamma mana aka-uka bo'lib, mana 5-6 kun ichida o'rtaq bo'lib ketishdi. Hozir mana hazır mutoyiba qilishyapti. Hazır mutoyiba qilishyapti. Yaqinda Telegramda ko'rdim. Oxirgi kulgi darg'alari deb yozibdi. U oxirgi kulgi darg'alari. Yo'q, biz o'zimizga gapdan gap hozir kul chiqaradi. Hali bizni Marlon nima bor? O'tganlar, o'shalar yana bittasi bor, tirik. Oxirgi bas bu davom etaveradi. Mana o'tirib turib qana chiroyli gaplar chiqyapti. Eng yoshimizdan ham gulmisiz, sumbulmisiz deyin davom ettiraveradi. Chiqaradi o'zbekda gap o'zi. Mana hozir 5-6 kun mana yurgan bo'lsa, hammamiz mana aka-uka deb bo'lib ketdiklar mana. Xudo xolasa inshaalloh. Asosi bu yerda ko'ngil ekanda mana hamma bir-biriga nima deydi? Hamma o'ziga bos odam topib oladi-da. Demak hammamiz mosagamiz bir-birimizga. Yosh katta gruppaga tashlayapti meni. Gruppasi bor. Gruppa bor. Ana. Telefonni qo'ying, men yoqqa keling. Ha, kelinglar. Ha. Yoqqa keling, Farg'ona. Keling. Farg'ona kanasi cho'milib yurgan akam keling masal. U qayerda ekanlar? Fayzullo, qayerda ekanlar? Farg'onadanmi? Farg'ona qayerdan? Turibdi o'shatdalar. Ha, Rishtondanmi? Ha, endi hozir tanishyapmiz-da, Rishtondan. Gapiringiz ham gapingizni. Nima gaplari bor? Ha, bir kulgili gaplaringizdan. Mana endi gaplardan bir gapiring Farg'ona echasiga aka. Bir gapirib qo'ying aka. Tuyuqdan gapirib bo'lmaydi-da uni. Gapga gap qo'shib. Gapga qo'sh kerak. Ha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bashi bitta kulga deydi 10 ta tuxumni yutgan bilan barobar ekan. Bitta kulga hozir qancha hozir men tuxum deyordik hozir. Aka, kechgacha kulsa kuchini berar ekan. Kuchini berar ekan. Samimiy kulga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekan, tabassum qilinglar, Ja orcha ha ham kerak emas ekan. Tabassum deyilyapti. Ja ha ham u ham yaxshi bas deyilyapti. Mana hozir uncha ja ochib turganimiz yo'q. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar inshaalloh.